Heyo, barchaga salom. Sizlar bilan men Musulmon Edits YouTube kanali bo'lyapti. Xo'sh akalar, bugun biz sizlarga nima o'rgataman? Ya'ni Keyskiga qanday qilib cheat o'rnatishni o'rgataman. Qani bo'lsam, ketdi. Xo'sh akalar, buning uchun birinchi bo'lib brauzerga kirib olamiz, ya'ni Chrome'ga kirib olamiz va bu yerdan hammalar bilgan Xloader, ba'zilaringlar bilmasanglar kerak, bilmadim. Xloader mana CaseGo 2 deb yozasizlar, birinchida chiqib keladi. Bu cheat mutlaq tekin cheat bo'lib, yuklasangiz bo'ladi. Mana yerda download tugmasi bo'ladi. Bitta bossanglar, bunaqa joyga olib kirib ketadi. Yuklashinglar uchun mana yerda yuklanish taqiqlanadi, ya'ni yo'q degani. Shuning uchun Opera'ni yuklab olishinglar kerak. GX Opera'ni yuklaganlardan keyin ochib beradi va bemalol yuklasanglar bo'ladi. Menda yuklangan. Shuning uchun sizlarga mana ko'rsataman. Tayyor yuklangan. Yuklangandan keyin mana shunaqa fayl ochiladi. Faylda mana shu tugmaga bosasizlar, 2 marta bosasizlar va mana shu tugmani bitta bosasizlar. Bosganlardan keyin sizlardan the disk arqali so'raydi. Misol, hozir ko'rsatib beraman. Video uchun bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Asaqa so'raydi va mana yerda bosib turib the xotirani bosib turib qolgan bitta faylinglarga ko'chirib olsanglar bo'ladi. Keyin o'sha ko'chirgan faylinglarga kirasizlar. Ana misol men the disk Brazil diskga o'tkazganman, ya'ni bunaqa valarda faylni nomi mana shunaqa. Mana shunaqa joyi chiqadi. Ustiga 2 marta bosamiz, mana shunaqa ruxsatnoma so'raymiz va da'da bosamiz va mana shunaqa Xloader kiradi va mana shuni bosamiz. Ustanovit. Ana ustanovka bo'ldi. Va shunaqa Xloader kirib ketadi. Va bu yerda har xil cheatlar bor, ular boshqalari ham bor. Ularni keyingi videolarda o'rgataman. Sizlarga maslahatim Sharkhack yaxshiroq. Sharkhack ustiga bosamiz va launch degan joyda ustiga bosamiz. Mana yerda o'zi sanaydi, yuklab oladi va o'zi avtomatik Case'ga kirib ketadi. Akalar, hozirda o'zida agar video yoqayotgan bo'lsa, hozirda o'zida pastga tushib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bizda tezroq YouTube kanalida 1000 ta bo'lishimiz kerak. 1000 ta bo'lsangiz, sizlar bilan birgalikda stream qilamiz. Case'da cheat bilan o'ynab stream qilamiz. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda men sizlar bilan Robloxda Brainrot har xil zonalarda sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz. Sizlarga va nickimni beraman, durustlashasizlar, olib beraman. Qaramasam Case'ga kiryapti hozir mana. Kirib hozir men sizlarga o'yinni ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, mana kiryapti Case'ga. Duruzda tashlasanglar olaman. Ko'pincha onlayn bo'laman. Shuning uchun duruzda tashlab qo'ysanglar olib beraman. Va Case'ga kirgandan keyin cheat o'zi avtomatik yonadi. Mana shu yerda chiqadi. Hozir Case'ga kirsa sizlarga ham ko'rsatadi. Deyapmiz. Xo'sh, kutamiz. Va mana kirdi. Ana shunaqa mod chiqadi. Mana kirdi va kirgandan keyin mana shunaqa menyu chiqib keladi va bunda mana metod mana shu uchalasini yoqib qo'yasizlar. Ana shundagina cheat ishlaydi. Stop.
yangi akkaunt eski akkauntdan bor edi, Prime bor. Bu akkauntimni bilmasdan o'chirib oldim. Yo'q bo'lib ketdi. Agar qaytarishni biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib borsa, xursand bo'lgan bo'lardi va o'sha odamga priz bor, ya'ni sovg'a bor. Xo'sh. Mashkarda yoqadi deki, bitta sizlar trenirovka qilgani ham zo'rroq. Ayniqsa bu chip hech qanaqa bam bermaydi. Case tomonidan haqiqatda vakbandan saqlangan chip bo'ladi bu. Ham tekin. Hozirda o'zini iflosiylar bo'ladi. Xo'sh. This is what we have been working for. We must win. Hozirda mana bu pulsalim keraklar. Mana bu pulsal bo'lmaydi. Bashga kirganlarda xolagan pichog'inglarda osinglar ham bo'ladi mana. Shuni eda bossanglar shuni oladi. Mana qaranglar. Bet nima desanglar, betda любой bitta komandadan o'yinchilarni pritselini osinglar. Masalan, menga Nila ko'ryapsizlar? Don pritseli. Don pritseli bu. Maza qilib o'ynasanglar bo'laveradi. Chipga kelsak, mana chipga yoqamiz-da. Mana shu 3 tasini yoqqandan keyin mana shularni birin-ketin yoqib chiqasizlar. Bu jonini, bu harbalarni xullas qarchi. Bu ismlarni ko'rsatadi, bu esa qo'lida nima turganini ko'rsatadi. Va bu esa skelet. Mana o'ta cho'tki chip bu. Endi keyingisiga o'tamiz-da. Bu Legibot. Legibot nima desanglar qaranglar. Mana misol Digilda o'ynamoqchiman men. Qaranglar. Mana misol ishlayotgan chetdan bilsanglar bo'ladi. Mana akemga olsanglar qaranglar, akemga o'tdi. Mana ko'ryapsizlar, masini, mana bu ikkitasini, keyin mana uni polni qilib turib, buni yoqib qo'ysanglar, bu odamni to'g'rilab qoladi. Ya'ni aym bo'ladi. Digilda ham xuddi shunaqa qilib turib yoqib qo'ysanglar. Tepaga naq qo'ysanglar ham odamni to'g'rilab qo'yadi. Sal pastroq qo'ysanglar anaroq hechot deyadi. Xo'sh, keyingi chitimiz bo'lsa, bu chit unaqa nimalarda hozir bu xalqlar bu boshqa o'tganlarda ko'rsatmay qoladi. Nima desanglar, bu narsalar shunchaki jonini qo'lida nima turganini shularni ko'rsatib xolos. Odam ko'rganlarda nimalar borligini bilib olasizlar. Xo'sh, VH qana unda desa bo'ladi desanglar, pastda 3 tasi bor. Bunga kiramiz mana uni bossanglar. Ana shunda agar personaj yursa, oyog'ini tagida tumalaq narsalar ko'rinadi. Mana shu birinchiligini yoqib qo'ysanglar va eng pastga tushsanglar, mana birinchisi shuni yoqsanglar, mana VH. Mana pastdagi bilan rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana. Ko'rasizlar? Odamlar ko'rib turadi. Odamlar ko'rib turadi. Va bu o'yinda, ya'ni modda chipta o'zini ichida tayyor
bunaqa bor, skin changer bor. Shuni o'sha chetda bunaqa turib, profil ustiga bosib, fake prime'da yolg'on variantimi, levellaringlar har xillar ko'tarsa bo'ladi. Bu yerda kamera, buni mana bunaqa uzoq yaqin qilsanglar bo'ladi. Men misol mana bunaqalik qilib qo'ydim. Va bu esa qo'linglar uzoq pauzlash taqaligini ko'rasizlar. Xullas, okey. Mana bu yerda inventar degan joy bor va plusni bossanglar, aslincha hamma qurolga skill olsanglar bo'ladi. Mana misol men perchatga yashil perchatka olmoqchiman va babochka olmoqchiman, yashil. Ya'ni emerald, gamma doppler. Mana misol uchun AKM. Va shunga qarasanglar, inventariyalarga narsalar tushadi inventariyalarga. Naqslarni ko'rasizlar. Va buni qo'yib olamiz, buni ham qo'yib olamiz, buni ham qo'yib olamiz. Va mana tayyor. Hozir bu turnirda zonada pichoqlaringlar skini o'zi ko'rinmaydi. O'yinda lekin ko'rinadi. Rangi bu hozir turnirda o'zi ko'rinmaydi. Video yoqqanida like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda sizlar bilan Robloxda video olamiz. Hammaga